Assalomu alaykum azizlarim. Sizlar meni YouTube kanalida Azim va Nazokat. Albatta bu videoni nima qo'yib deb so'rayotgandirsiz. Chunki men hammaga tushuntirib charchadim. Qanaqa qilasiz kompyuter deb yana so'rashadi. Qanaqa tayyorlaysiz deyishadi. Mana men ko'rsatib turaman. Mana bu olcha mana. Hammasi olcha, lekin olcham to'q qizil. Vishnyovый цвет, lekin videoda qanaqadir och chiqyapti rangi. Lekin maniki vishnyovый, juda ham temный vishnyovый цвет mana shu olcham. Lekin nimagadir och rang ko'rsatyapti. Tushunmayapman mana shunga. Вот. Keyin, конечно, mana shakar. Albatta shuncha shakar solaman. Hozir mana ko'zinglar oldida mana shakar hammasini solaman. Mana ishlamayotganlar uchun mana. Ana, ko'rdingizmi? Mana. Endi esa qarab turinglar. Mana shu joylarimga qarasang. Endi ishamagan. Endi hamma olchani shunga solamiz. Mana men kastrulda qilaman. Hech qanaqa misli chelakda qilmayman. Meniki kastrulda. Endi shu olcham uzoq vaqt qaynaydi. Lekin olcham haqiqatan ham to'q olcha, lekin videoda ochroq ko'rinyapti. Nima sababdanligini bilmayman. Menimcha video shunaqa bo'lsa kerak. O'shaning uchun shunaqa ko'rinyapti. Endi bu olcham 2 soatcha qaynaydi. Qaynaganiga olcham mazasi suvga chiqqandan keyin yanada ham o'zi ham shirin bo'ladi. Albatta shakari mazasi ham chiqadi. Shu bilan men qopqog'ini yopib qo'yaman va uzoq vaqt qaynaydi. Hozircha esa xayr, sizlar bilan YouTube kanalida ko'rishguncha yana xayr va ertaga sizlar bilan ko'rishguncha xayr.